Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar va qadrli obunachilar. Bugun siz bilan juda muhim tomonida har biringizning hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan bir mavzuni muhokama qilamiz. Men hozir aytadigan gaplarimni diqqat bilan tinglashingizni, videoni oxirigacha ko'rishingizni, hatto bir soniyaga ham e'tiboringizni chalg'itmasligingizni qat'iy tavsiya qilaman. Gap nimada? Gap shundaki, yaqinda qabul qilingan qonun hujjatlar va ularga kiritilgan o'zgarishlar fuqarolarning ko'chmas mulklarini, xususan kvartiralarni yo'qotish xavfini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Kvartiralaringizni yo'qotish xavfi. Bu oddiy bir ogohlantirish emas, balki jiddiy xavf-xatar haqida ma'lumotdir. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni o'zingizning yaqinlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumotlar ularning ham hayotida juda zarur bo'lishi mumkin. Keling, kechiktirmasdan asosiy masalaga o'tamiz. Asosiy muammo avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, dastlab vaziyat avvallari qanday bo'lganini tahlil qilib olsak, bir necha yil oldin. Agar siz kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmagan bo'lsangiz yoki ipoteka kreditini to'lashda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, bu muammolar albatta jiddiy hisoblanar edi. Biroq ko'pchilik holatlarda, ayniqsa kichik qarzlar yoki vaqtinchalik moliyaviy qiyinchiliklar tufayli fuqarolar o'z uylaridan mahrum bo'lmasdi. Odatda kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar yoki banklar qarzni undirish bo'yicha sudga murojaat qilishar edi. Lekin sud ijrochilarining harakatlari ham ma'lum bir tartib-qoidalar doirasida amalga oshirilardi. Misol uchun, shaxsning yagona turar joyi, ya'ni boshqa hech qanday uy bo'lmagan holatlarda. Bu uyga nisbatan undiruv qaratish ancha murakkab jarayon edi va ko'plab huquqiy himoya mexanizmlari mavjud edi. Bu shuni anglatadiki, sudlar ko'pincha qarzdorning ahvolini inobatga olib, unga qarzni bo'lib to'lash imkoniyatini berishar yoki boshqa yumshoqroq choralar ko'rishar edi. Banklar ham o'z navbatida garovga qo'yilgan mulkni sotishdan oldin qarzdor bilan muzokaralar olib borishga, qarzni qayta tuzishga yoki to'lov muddatlarini uzaytirishga harakat qilishar edi. Xususan, odamlar ko'pincha sud qaroriga binoan hatto mol-mulkini musodara qilish bosqichiga yetganda ham o'z uylarida yashashda davom etishlari mumkin edi. Chunki sud ijrochilar uchun yagona turar joyini sotish juda og'ir va ko'p bosqichli jarayon hisoblanadi edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. So'nggi qabul qilingan qonun hujjatlari, prezident farmonlari va hukumat qarorlari natijasida ko'chmas mulk bilan bog'liq huquqiy munosabatlar sezilarli darajada qattiqlashtirildi. Bu o'zgarishlar asosan ikki yo'nalishda namoyon bo'lmoqda. Birinchidan, kommunal xizmatlar uchun to'lanmagan qarzlar bo'yicha undiruv jarayonlari soddalashtirildi va tezlashtirildi. Ikkinchidan, shaharsozlik va hududlarni obodonlashtirish bilan bog'liq davlat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarini olib qo'yish, xalq orasida snos deb ataluvchi jarayon tartiblariga ham jiddiy o'zgarishlar kiritildi endilikda. Sud ijrochilarining yagona turar joyga nisbatan undiruvni qaratish imkoniyatlari kengaytirildi. Ba'zi holatlarda esa bu jarayon avvalgidan ancha tez va samarali amalga oshirilishi mumkin. Bunday o'zgarishlar fuqarolarga nisbatan yanada ko'proq mas'uliyat yuklaydi va ularning moliyaviy intizomini oshirishga qaratilgan bo'lsa-da, shu bilan birga ba'zi nozik jihatlarni bilmaslik oqibatida insonlar o'z mulklaridan mahrum bo'lish xavfiga duch kelishi mumkin. Ayniqsa yuridik jihatdan savodsiz yoki huquqiy maslahat olishga imkoniyati bo'lmagan fuqarolar uchun bu xavf yanada yuqori. Shu sababli biz bugun bu jarayonlarni batafsil ko'rib chiqamiz va o'zingizni himoya qilish uchun nimalar qilishingiz mumkinligini tushuntiramiz. Birinchi asosiy qism, nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi? Bu qismda men sizga qonundagi o'zgarishlarning eng muhim jihatlarini, kimlar uchun bu o'zgarishlar katta xavf tug'dirishini va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishlari mumkinligini batafsil tushuntiraman. Har bir jihatni real hayotiy misollar bilan mustahkamlaymiz, toki siz vaziyatni to'liq tushunib yetasiz. Avvalo, eng ko'p tarqalgan va har bir oilaga taalluqli bo'lgan masala bu kommunal xizmatlar uchun to'lanmagan qarzlar. Suv, gaz, elektr energiyasi, issiqlik, maishiy chiqindilar uchun to'lovlar, bularning hammasi kommunal xizmatlar hisoblanadi. Ilgari kommunal xizmatlar uchun qarz juda katta miqdorda yig'ilib qolsa ham, masalan 5 million so'm yoki undan ko'proq bo'lsa ham, ijro organlari to'g'ridan-to'g'ri kvartiraga undiruvni qaratishga shoshilmasdi. Odatda ular avval boshqa mol-mulkni
bank hisob varaqlaridagi pul mablag'larini, avtomobillarni yoki boshqa qimmatbaho buyumlarni qidirishar edi. Faqatgina barcha boshqa choralar samarasiz bo'lgan taqdirdagina oxirgi chora sifatida yagona turar joy masalasi ko'tarilishi mumkin edi. Lekin bu ham juda kamdan kam holatlarda sodir bo'lardi va uzoq vaqt talab qiladigan sud jarayonlarini o'z ichiga olardi. Endi esa vaziyat biroz boshqacha. Yangi qoidalar ijrochi organlarga qarzni undirish jarayonini tezlashtirish imkonini berdi. Agar sizning kommunal xizmatlar bo'yicha qarzingiz belgilangan minimal ish haqining EMIB baravaridan oshsa, bu taxminan 17 million so'mga yaqin summasi tashkil etadi. Chunki EMIB hozirda 240 ming so'm atrofida. Ijrochilar mulkni sotish orqali qarzni undirish masalasini ko'tarishi mumkin. Hatto bu sizning yagona turar joyingiz bo'lsa ham. Keling, bir misol keltiraylik. Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi fuqaro Alisher aka. Oilasida yuzaga kelgan moddiy qiyinchiliklar tufayli 3 yil davomida kommunal to'lovlarni to'lay olmadi. Uning qarzi gaz, elektr, suv va chiqindi xizmatlari bo'yicha jami 20 million so'mga yetdi. Avvalgi qonunchilikda Alisher akaning bu yagona turar joyini tortib olish ancha qiyin edi. Uning boshqa mulki yo'qligi sababli. Ijrochilar pulni topishga qiynalardi va Alisher aka qandaydir tarzda qarzni bo'lib to'lashga kelishib olishga harakat qilardi. Biroq yangi qonunlarga ko'ra, agar Alisher akaning 20 million so'mlik qarzi sud qarori bilan tasdiqlansa, ijro organlari Alisher akaning kvartirasini sotuvga qo'yish to'g'risida sudga murojaat qilish huquqiga ega bo'ladilar. Sud qarzdorning ahvolini o'rganib chiqadi, albatta. Biroq qarz miqdorining juda katta ekanligini hisobga olib, sud Alisher akaning kvartirasini kimoshdi savdosi orqali sotish to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin. Bu puldan qarz undirilib, qolgan qismi Alisher akaga qaytariladi. Ammo Alisher aka uy joysiz qoladi, chunki boshqa uy yo'q. Bu holat, agar u o'z vaqtida chora ko'rmagan bo'lsa, Alisher aka uchun juda og'ir oqibatlar olib kelishi mumkin. Shunday qilib, kimlar xavotirlanishi kerak? Birinchidan, kommunal to'lovlar bo'yicha katta qarzi bor fuqarolar. Ikkinchidan, bank kreditlari, ayniqsa ipoteka kreditlari bo'yicha qarzlarni uzoq muddatdan beri to'lay olmayotganlar. Banklar endilikda garovga qo'yilgan mulkni undirish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirishi mumkin. Masalan, fuqaro Dilshod aka ipoteka krediti olib, kvartira sotib olgan. 1,5 yil davomida to'lovlarni amalga oshira olmagach, bank unga bir necha bor ogohlantirish yubordi. Avvallari banklar garovdagi mulkni sotishdan oldin ko'proq vaqt kutardi. Hozir esa, agar Dilshod aka bilan kelishuvga erishilmasa, bank bir necha oy ichida sudga murojaat qilib, mulkni sotish to'g'risida qaror qabul qilinishiga erishishi mumkin. Bu holda ham Dilshod aka o'z kvartirasidan mahrum bo'ladi va qolgan qarz summasi undan undirib olinadi. Uchinchidan, shaharsozlik rejalari doirasida uylari buzilishi, snosga tushishi kutilayotgan fuqarolar. Avvallari snos jarayonlari ko'pincha tortishuvlar, sudlashuvlar va noroziliklar bilan kechardi. Kompensatsiyalar masalasi ham murakkab edi. Yangi qonunchilik bu jarayonlarni tartibga solishga qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi o'zgarishlar fuqarolar uchun noqulayliklar tug'dirishi mumkin. Masalan, ba'zi holatlarda hokimiyat tomonidan taklif qilinayotgan kompensatsiya miqdori bozor qiymatidan pastroq bo'lishi yoki taklif qilingan muqobil uy-joy joriy yashash sharoitlariga mos kelmasligi mumkin. Agar fuqaro hokimiyatning taklifiga rozi bo'lmasa, ilgari uzoq muddatli sud jarayonlari orqali o'z huquqlarini himoya qilish imkoniyati mavjud edi. Endi esa ba'zi bir holatlarda sudlar davlat manfaatini ustun qo'yib, jarayonni tezlashtirishi va fuqaroni tezroq ko'chirish to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin. Bu degani, fuqaro to'liq qanoatlanmagan holda ham uyi buzilishi ehtimoli bor. Masalan, Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi Maqsud aka hovlisida qurilgan eskiroq uyda yashar edi. Mahallada yangi zamonaviy ko'p qavatli binolar qurish rejalashtirilganligi sababli uning uyi snosga tushdi. Hokimiyat unga nisbatan kichikroq maydondagi va tuman markazidan ancha uzoqdagi kvartira taklif qildi. Maqsud aka rozi bo'lmadi. Avvalgi qonunchilikda u bu taklifni rad etib, uzoq muddat sudlashishi mumkin edi. Yangi qonunchilikda esa, agar hokimiyat taklif qilgan kompensatsiya qonuniy jihatdan yetarli deb topilsa, garchi bu har doim ham adolatli degani bo'lmasa ham, sud jarayonlari tezlashishi va Maqsud aka o'z xohishiga qarshi ko'chirilishi mumkin. Kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi. Avvalo, o'z moliyaviy majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq bajara oladigan, kommunal to'lovlari bo'yicha qarzi yo'q, ipoteka kreditlarini muntazam to'layotgan fuqarolar. Shuningdek,
uy-joy davlat va jamiyat ehtiyojlari uchun olib qo'yish rejalari doirasiga kirmaydigan. Noqonuniy qurilishlarga yo'l qo'ymagan shaxslar ham nisbatan xotirjam bo'lishlari mumkin. Eng muhimi, o'z mulkiga tegishli barcha hujjatlari tartibda bo'lgan, kadastr hujjatlari yangilangan va turar joyning maqomi bo'yicha hech qanday shubhali holatlar bo'lmagan fuqarolar uchun xavf ancha kamroq. Misol uchun, Gulnora opa har oy kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lab boradi. Bankdan hech qanday qarzi yo'q va uning yashash joyi shaharsozlik rejalari doirasida buzilishi rejalashtirilmagan. Bunday holatda Gulnora opaning o'z kvartirasidan mahrum bo'lish ehtimoli juda past. Bu uning moliyaviy intizomi va huquqiy bilimlari natijasidir. Ikkinchi asosiy qism qoidalarning istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Bu bo'limda men sizga qonuniy himoya mexanizmlari, kutilmagan vaziyatlar va shaffof bo'lmagan jihatlar haqida batafsil ma'lumot beraman. Ba'zi holatlarda hatto qarz mavjud bo'lsa ham fuqaroning uyi himoya ostida bo'lishi mumkin. Lekin shu bilan birga e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan jiddiy tuzoqlar ham bor. Qoidalar istisnolari eng muhim istisnolardan biri. Bu voyaga yetmagan bolalar va nogironligi bor shaxslarning manfaatlarini himoya qilish. Agar kvartirada voyaga yetmagan bolalar yoki nogironligi bor shaxslar ro'yxatdan o'tgan bo'lsa yoki ularning egalik huquqi mavjud bo'lsa, bunday mulkni sotish yoki undan mahrum qilish jarayoni ancha murakkablashadi. Sudlar va vasiylik organlari bu holatlarga alohida e'tibor berishadi. Masalan, agar fuqaro shahzodaning 10 million so'm kommunal qarzi bor bo'lsa ham, lekin uning kvartirasida 5 yoshli o'g'li ro'yxatda turgan bo'lsa, ijro organlari to'g'ridan-to'g'ri kvartirani sotish to'g'risida qaror qabul qila olmaydi. Avval ular vasiylik va homiylik organlarining ruxsatini olishlari kerak bo'ladi. Bu esa juda qiyin jarayon. Vasiylik organlari bolaning turar joy sharoitlari yomonlashmasligini ta'minlashni talab qiladi. Bu shuni anglatadiki, ijrochilar bolaga yangi, yashash uchun munosib joy topilmaguncha kvartirani sota olmaydi. Bu albatta qarzni yopish jarayonini sekinlashtiradi va ba'zan butunlay to'xtatish ham mumkin. Yana bir istisno, bu qarzning nisbiy kichik miqdori. Yuqorida aytganimizdek, agar qarz juda katta bo'lmasa, masalan, mibning ehi baravaridan past bo'lsa, undiruvni yagona turar joyga qaratish ehtimoli ancha kam. Sud ijrochilar avval boshqa mol-mulkni, avtomobil, garaj, bankdagi omonatlar va boshqalar qidirishga majbur. Faqatgina qarzni boshqa mol-mulk hisobidan undirishning imkoni bo'lmagandagina yagona turar joy masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda ham fuqaroning huquqiy bilimlari va o'z manfaatlarini himoya qilish qobiliyati katta rol o'ynaydi. Tuzoqlar va noaniq nuanslar. Birinchi va eng katta tuzoq bu sizga yuborilgan xabarlarni e'tiborsiz qoldirish. Ko'pincha kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar yoki banklar qarzdorlik haqida ogohlantirish xatlarini, sudga murojaat qilish niyati haqida bildirishnomalarini yuboradilar. Ammo ko'pchilik bu xatlarni oddiy qog'oz parchasi deb hisoblab e'tibor bermaydi. Natijada sud qarori sizning ishtirokingizsiz qabul qilinishi mumkin va siz hatto sud jarayoni haqida ham xabardor bo'lmasligingiz mumkin. Bu juda xavfli, chunki sud qarori kuchga kirgandan so'ng unga e'tiroz bildirish ancha qiyinlashadi. Misol uchun, fuqaro Nodir aka uydagi pochta qutisidan kelgan, gaz idorasidan kelgan ogohlantirish xatini shunchaki yirtib tashladi. Bir necha oydan keyin sud ijrochilari uning hisob raqamlaridan pul yechib olishni boshlaganda yoki mol-mulkini xatlayotgandagina u vaziyatning jiddiyligini anglab yetdi. Bu esa sud qaroriga apellyatsiya shikoyati berish imkoniyati o'tib ketgan edi. Ikkinchi tuzoq, bu qonuniy maslahatga e'tiborsizlik. Ko'pchilik o'z huquqlarini bilmasligi yoki ularni himoya qilish uchun pul sarflashni istamasligi sababli advokatga murojaat qilmaydi. Ammo ba'zan birgina professional maslahat sizni juda katta muammolardan qutqarishi mumkin. Advokat sizning ishingizni ko'rib chiqib, qarz miqdorining to'g'riligini tekshirishi, sud jarayonlaridagi xatoliklarni aniqlashi yoki qarzni bo'lib to'lash bo'yicha kelishuvga erishishingizga yordam berishi mumkin. Fuqaro Karimaning elektr energiyasi bo'yicha 20 million so'mlik qarzi bor edi. Uning boshqa mulki yo'q edi. Elektr ta'minoti korxonasi sudga murojaat qildi. Karimaga advokat maslahat berdi. Advokat korxona hisoblarida xatoliklar borligini, ilgari Karimaga ortiqcha hisoblangan summalar mavjudligini aniqladi. Natijada qarz miqdori 8 million so'mga kamaytirildi va Karina sud bilan qarzni bo'lib to'lash bo'yicha kelishuvga erisha oldi. Bu professional yordam tufayli u o'z kvartirasini saqlab qoldi. Uchinchi noaniq nuansa
Sinov holatlarida taklif qilinadigan kompensatsiya masalasi. Yangi qoidalarda mulkni olib qo'yishda bozor qiymatiga teng kompensatsiya yoki muqobil uy-joy berish belgilangan. Ammo bozor qiymati degan tushuncha juda nisbiy bo'lishi mumkin. Ko'pincha davlat tomonidan belgilangan baholovchilarning baholashlari fuqarolar kutgandan pastroq bo'lishi mumkin. Agar sizga taklif qilingan kompensatsiya yoki muqobil uy-joy sizni qoniqtirmasa, sizning huquqingiz sudga murojaat qilishdir. Lekin bu jarayonning o'ziga xos murakkabliklari bor. Sudda davlat organlarining qarorlariga qarshi chiqish har doim ham oson emas. Shuning uchun bunday holatda mustaqil baholovchi xizmatidan foydalanish va o'z hisob-kitoblaringizni tayyorlash juda muhimdir. Agar sizga 1 million so'm taklif qilishsa, lekin mustaqil ekspertiza sizning uyingizning haqiqiy qiymati 1 million so'm ekanligini ko'rsatsa, siz sudga ushbu dalillar bilan murojaat qilishingiz mumkin. Bu sizning pozitsiyangizni sezilarli darajada kuchaytiradi. Yana bir tuzoq bu noqonuniy qurilishlar va qayta rejalashtirishlar. Agar siz o'z kvartirangizda ruxsatsiz qayta rejalashtirish, masalan, devorni buzish yoki qo'shimcha xona qurish amalga oshirgan bo'lsangiz, bu sizning mulkingizni yo'qotish xavfini oshirishi mumkin. Ayniqsa, bunday o'zgarishlar bino mustahkamligiga ta'sir qilsa. Bunday holatlarda davlat organlari sud orqali sizni binoni asl holiga keltirishga majburlash yoki eng yomon holatda binoni foydalanishga yaroqsiz deb topib, mulkingizni musodara qilish masalasini ko'tarishi mumkin. Bu juda kam uchraydigan holat bo'lsa-da, ehtimolni inkor etib bo'lmaydi. Shuning uchun har qanday qurilish yoki qayta rejalashtirish ishlarini amalga oshirishdan oldin tegishli ruxsatnomalarni olish shart. Shuningdek, uy-joy qonunchiligidagi tez-tez sodir bo'ladigan o'zgarishlarni kuzatib borish ham muhimdir. Bugun amal qilayotgan qoida ertaga o'zgarishi mumkin. Masalan, fuqaro Olimjon akada yashash huquqi bo'lmagan, lekin uyda uzoq yillardan beri yashab kelayotgan qarindoshlari bor edi. Eski qonunlarga ko'ra ularni ko'chirish ancha qiyin edi. Yangi qonunchilikda esa agar ular mulk egasining roziligisiz yashayotgan bo'lsa, ularni ko'chirish jarayoni soddalashtirilishi mumkin. Bu kabi nuanslar ko'plab insonlar uchun tushunarsiz bo'lishi mumkin, ammo ularni bilish o'zingizni himoya qilishda muhim ahamiyatga ega. Xulosa qilib aytganda, qonuniy istisnolar mavjud bo'lsa-da, ular har doim ham sizni to'liq himoya qila olmaydi. Har doim ham qoidalarga amal qilish, o'z huquqlaringizni bilish va muammolar yuzaga kelganda darhol chora ko'rish kerak. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik. Bu xavflardan o'zingizni himoya qilish uchun siz nimalar qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz lozim? Men sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi va eng muhim qadam: kommunal to'lovlar bo'yicha qarzingiz bor yo'qligini tekshiring va doimiy ravishda monitoring qilib boring. Bu ishni har oyda kamida bir marta amalga oshirishingiz shart. Buni qilish juda oson. Kommunal xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilotlarning shaxsiy kabinetlariga kirib, o'zingizning hisob raqamingiz bo'yicha qarzni tekshiring. Hozirda bu imkoniyatlar onlayn tarzda. Mobil ilovalar orqali yoki bevosita xizmat ko'rsatish ofislariga borib amalga oshiriladi. Gaz, elektr, suv, issiqlik, chiqindi xizmatlari bo'yicha har bir tashkilotning o'z tizimi mavjud. Masalan, Uzgaz Transning mobil ilovasi orqali gaz bo'yicha qarzingizni tekshirishingiz mumkin. Hududiy elektr tarmoqlari ilovasi orqali elektr energiyasi uchun. Agar qandaydir qarzdorlik aniqlansa, darhol uni to'lashga harakat qiling. Agar to'lashga imkoniyatingiz bo'lmasa, keyingi qadamga o'ting. Ikkinchi qadam, agar qarzingiz bo'lsa, uni yopish uchun aktiv choralar ko'ring. Agar sizda to'liq summani birdaniga to'lashga imkoniyat bo'lmasa, darhol kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Ularga murojaat qilayotganda barcha yozishmalarni hujjatlashtiring. Bu shuni anglatadiki, og'zaki suhbatlar bilan cheklanmang. Yozma ariza bilan murojaat qilib, qarzni bo'lib to'lash, rassrochka imkoniyatini so'rang. Arizaning ikkinchi nusxasiga kiruvchi raqam qo'yib, o'zingizda saqlab qoling. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ko'pincha siz bilan kelishuvga erishishga tayyor bo'lishadi. Chunki ularga qarzni sud orqali undirishdan ko'ra tinch yo'l bilan undirish afzaldir. Bu kelishuv qonuniy kuchga ega bo'ladi va sizni sud jarayonlaridan himoya qiladi. Misol uchun, Mirjalol aka elektr energiyasi bo'yicha 7 million so'm qarzni to'lay olmadi. U hududiy elektr tarmoqlariga borib, yozma ariza bilan murojaat qildi. Arizada o'zining moddiy qiyinchiliklarini tushuntirib, qarzni 6 oy davomida har oy 1 million so'mdan to'lashni taklif qildi.
Kompaniya uning taklifini qabul qilib, tegishli shartnoma imzoladi. Natijada Mirjalol aka o'z kvartirasini saqlab qoldi va qarzdorlikni asta-sekin uzdi. 3-qadam, har qanday turdagi hujjatlarni, xatlarni ogohlantirishlarni e'tiborsiz qoldirmang. Agar sizga kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlardan, bankdan, sud ijrochilaridan yoki suddan biron bir xat kelsa, uni diqqat bilan o'qing va tushunmasangiz, darhol huquqiy mutaxassisga murojaat qiling. Bu xatlarga o'z vaqtida javob berish yoki tegishli choralar ko'rish sizni jiddiy muammolardan qutqarishi mumkin. Sud chaqiruv qog'ozlarini ayniqsa jiddiy qabul qiling. Agar sudga chaqirishsa, albatta boring yoki o'zingizning vakilingizni, advokatni yuboring. O'z huquqlaringizni himoya qilish uchun sudga borish juda muhim. Agar bormasangiz, sud sizning ishtirokingizsiz qaror qabul qilishi mumkin. 4-qadam, ipoteka yoki boshqa bank kreditlari bo'yicha qarzingiz bo'lsa, bank bilan doimiy aloqada bo'ling. Agar to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshira olmayotgan bo'lsangiz, bankka murojaat qiling. Qarzni qayta tuzish, to'lov muddatlarini uzaytirish yoki kredit ta'tilini olish imkoniyatlarini so'rang. Banklar ko'pincha o'z mijozlari bilan kelishuvga erishishga intiladi. Chunki mulkni sotish va pulni undirish jarayoni ular uchun ham ma'lum bir xarajatlar va qiyinchiliklar tug'diradi. Misol uchun, Gulchehra opa kasalligi tufayli 3 oy davomida ipoteka kreditini to'lay olmadi. Bankdan ogohlantirish xati kelgach, u darhol bankka borib, vaziyatni tushuntirdi va tibbiy ma'lumotnomalarini taqdim etdi. Bank unga 3 oylik kredit ta'tili berdi va to'lov grafikini qayta tuzdi. Shu tariqa Gulchehra opa o'z uyini saqlab qoldi. 5-qadam, agar sizning uyingiz snosga tushib kutilayotgan bo'lsa, o'z mulkingizning haqiqiy bozor qiymatini aniqlang. Mustaqil baholovchi kompaniyaga murojaat qilib, baholash hisobotini oling. Bu hujjat sizga hokimiyat tomonidan taklif qilingan kompensatsiya miqdori adolatli ekanligini tekshirishda yordam beradi. Agar taklif qilingan kompensatsiya sizning hisob kitoblaringizdan kam bo'lsa, sudga murojaat qilishdan tortinmang. Sudda siz o'zingizning mustaqil baholash hisobotingizni taqdim etishingiz mumkin. Bu sizning manfaatlaringizni himoya qilishda juda kuchli dalil bo'ladi. Shuningdek, taklif qilingan muqobil uy-joyning holatini, joylashuvini va maydonni ham sinchkovlik bilan tekshiring. Agar u sizning ehtiyojlaringizga javob bermasa, bunga asosli ravishda e'tiroz bildiring. 6-qadam, o'zingizning huquqiy savodxonligingizni oshiring. Qonunchilikdagi o'zgarishlarni kuzatib boring. Huquqiy maslahat beruvchi kanallarni, resurslarni o'rganing. Bu sizga o'zingizni himoya qilish uchun kerakli bilimlarni beradi. Agar murakkab vaziyatga tushib qolsangiz, malakali advokat yordamidan foydalanishdan tortinmang. Ba'zida bir necha soatlik advokat maslahati sizni katta moliyaviy yo'qotishlardan saqlab qolishi mumkin. O'z mulkingizga tegishli barcha hujjatlarni, kadastr pasporti, mulk huquqi to'g'risidagi guvohnoma, uy oldi sotdi shartnomasi va boshqalarni tartibda saqlang va ularning nusxalarini ham tayyorlab qo'ying. 7-qadam, hech qachon hech kimga, ayniqsa notanish shaxslarga o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank hisob raqamlaringizni, bank kartalaringizning parollarini bermang. Firibgarlar aynan shu kabi yangi qonunlar, jarayonlardan foydalanib, odamlarni aldashga urinishi mumkin. Doimo ehtiyot bo'ling. Har qanday shubhali holatlarda huquq tartibot organlariga murojaat qiling. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, bugungi videomizda biz sizni juda muhim bir masalada ogohlantirdik. Yangi qabul qilingan qonun hujjatlari va ularga kiritilgan o'zgarishlar fuqarolarning o'z kvartiralarini yo'qotish xavfini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ayniqsa, kommunal to'lovlar bo'yicha katta qarzlari borlar. Ipoteka kreditini to'lay olmayotganlar yoki uylari snosga tushishi kutilayotgan fuqarolar uchun bu xavf yanada yuqori. Biroq to'g'ri axborotga ega bo'lsangiz, o'z huquqlaringizni bilsangiz va o'z vaqtida tegishli choralarni ko'rsangiz, bu xavflarning oldini olishingiz mumkin. Unutmang, o'z mol-mulkingizni himoya qilish bu sizning bevosita majburiyatingiz. Doimiy ravishda qarzlaringizni tekshirib boring. Xatlarni e'tiborsiz qoldirmang. Muammolar yuzaga kelganda darhol mutaxassislarga murojaat qiling. O'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qila olish hozirgi kunda har bir fuqaro uchun eng muhim ko'nikmalardan biriga aylandi. Bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa, ularni ham izohlarda yozing. Biz albatta javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.
Chunki biz siz uchun doim eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni himoya qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.